biz oldimizda turgan katta maqsadlarga faqat birgalikda sa'y-harakatlarimiz orqali erisha olamiz. 4 yil avval bo'lib o'tgan ilk forumda 2026-yil yakuniga kelib, O'zbekistonning yalp ichki mahsulotini 100 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan edik. Jadal sur'atlarga o'sib borayotgan iqtisodiyotimiz bu yil 180 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Yurtimizning go'zal tabiati, betakror madaniyati va oliyjanob xalqimizning mehmondo'st qalbi esa do'stligimizni mustahkamlash uchun o'ziga xos investitsiya bo'lishiga aminman. Diyorimizga katta ishonch va g'oyalar bilan kelayotgan xorijiy sarmoyadorlarga yangi O'zbekistonning eshiklari hamisha ochiq. Prezident sifatida shaxsan o'zim va hukumatimiz yoningizda yelkadosh bo'lishga doim tayyormiz.